Yo'l o'rtasida trakni chetga oldim va bunday restorani kutmagan edim. Trakdan tushdim, qo'limda suv. Ichkariga bir qarab ko'rmoqchiman. O'zi bu yerda dam olish uchun nimalar bor ekan? Birinchi navbatda o'zimga issiq kofe tayyorladim. Safar paytida bu haqiqiy energiya manbai. Keyin esa marketda Lays ko'rib qoldim. To'g'risi, qaysi birini tanlashga rosa o'ylandim va oxiri sarig'ini olib, massaj stuliga o'tirib, charchoqni yozdim. Rostdan ham bu zavqli edi. Televizor yoqilgan, atmosfera tinch, yonimda yangiliklar ketyapti. Bir zumda o'zimni uydagiday his qildim. Bu yerda hojatxona, dush, kir yuvish joyi hammasi zamonaviy va toza edi. Go'yoki mehmonxonaday. Market ichida haydovchilar uchun ham barcha kerakli asbob-uskunalar, hattoki mini o'yinchoqlargacha mavjud edi. Yo'lning har bir mayli yangi hikoya. Mana shu sokin restoraniya tanamga orom, ruhimga ilhom berdi. Endi esa yurakda olov, boshi tojida orzular bilan yanada g'ayratli yo'lga otlandim. Siz esa like bosing, obuna bo'ling, oldinda yanada qiziqarli sarguzashtlar kutmoqda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.